ko'cha kelin. Jiyanimga o'ylanmoqchi bo'lgan yigitsanmisan, mujik? Dabrosanga o'tir, bir bafurcha gaplashaylik, ajizli, shu gatsa qilmay o'tir. Qaysi duq bilan kelding bu ostonaga? Duqing vagonmi? Yo'qosan menga bola. Yo'q, yaxshi keldim, jiyaningizga uylanmoqchi edim. Paryadishni bola ekansan. Qoshingni mo'ylab qo'yib olaman, xafa qilsang. Baxtli bo'llaring, kasal bo'lma. Tog'asidan dabro. Bratishga uylanish qalay ekan? Ha, yaxshi ekan. Ana bir oyga deb qarz oluvdingiz-ku, 1 yil bo'lib ketdi. Shuni qachon qaytarasiz? Bratishga, olasan-da o'sha pulingni nujdadamisan hozir? Извиняйка, sizlarni непонятный situatsiyalarga men bitta stupidsa qilib, пресниga xolavomman-da. Pul tushib qolishi bilan qaytaraman. Siz slovarni zapasingizga qaraganda yarmi vozdux bola ekansiz yoki pustoslovmisiz? Yo'q, bugun kechgacha qaytaraman. Gaplaringizga действий kutib qolamiz. Srok 7:00 gacha, tushunarli? Xotin. Bemalol topganingizni bersangiz ham bo'laveradi. Srok qo'ydi-yu, xos topib kelaman. Bunaqa ko'cha gaplarni qayerdan o'rgangansan? Tog'am ko'chani odamlarida uyda gaplashganda o'rganib qolman. Tog'lar bilan gaplashganman, suhbat yomon bo'lgan. Oling, chefir damladim. Ha? Choy demoqchi edim, choy. Oling. O, meni yo'lim kelib urishingni qaraga. Okey, ko'rmay qoldim. Uzuming bor. O'zim qilib beraman mashinani. Yo'q, qilib bermaysan, yangi kobalt olib berasan menga. Voy, chujoy. Sen qaysi mahallada yurganingni bilmaysanmi? Menimga kelib o'zingdan o'zing shu gatsa qilib qilib beraman deb o'tdilar-yu. Yo'q, keni qilib bersalar bo'ldi. Naprigatsiya qilmagan hozir xo'jayinim bilan o'tirib bu situatsiyani по полочкам разъяснять qilamiz. Yo'q, ayb menda ekan, bu yo'lda yurganim, mashinamni o'zim qilib olaman. Sizlarning aybinglar yo'q. Voy, счастливый пути, добро, kasal bo'lmagin. Xotin? Bu xotinni so'kman bo'lmaydi. So'ksang, so'rab oladi. Kim bular? Ha, bizning uyda hamma bozorchi, shunga uy manekenga to'lib ketgan. Ertalar olib kelib qo'ydim, yotur. Choy tayyor, chiqinglar, soatlar 7 bo'lib qopti. Zebo, bizda ertalar soat 3 dan bozorga chiqib ketiladi. Ertadan sen ham chiqasan. Oyjon, rosa kam gap ekanlar. Hozir klient kelsin, ko'rasan gapirishlarimni. Mayli bo'lsa, unda qorasini oling, barcha zo'r qiladi. Ozgina qilib ko'rsatdi, erga deb ketasiz, chiqadi, sen gap oling, mana savat to'g'ri gap. Kelin, ana 89-do'konga qarang, qani klient bormi ekan? Ha, bo'ladi. Nima kerak ekan sizga? Yo'q, oyijon, klient bormi, yo'q, bilib kelganda jo'natdilar. Yo'q ekan. Men sizni shpion qilib jo'natdim, cho. Oyijon, meni kiyimi bo'lish uchun dudingiz 250 mingdan sotib yuboribman, zarar qilib qo'ymadimmi? Hech qilsa o'zi 25 mingdan keyin. Oyijon, ko'chadan sudrab bo'lsa ham klient olib keling, dudingizni olib keldim. Plan to'ldi, kelin, dona sotmaymiz deb aytib yuboring. Dona sotmas ekanmiz, ketiring. Bozor shunaqa shovqin, qalaqchi deysizlar? Oyijon, men bitta ventilyator turardi, qani? Yaxshi klient chiqdi, sotib yubordim. Yaxshi klient chiqsa sotib yuborish kerakmi? Voy, mashinamiz qani? Yaxshi klient chiqdi, sotib yubordik. Ha, pul yuradigan oila ekansizlar-ku, ha? Zebo, narsalaringni yig'ishtirib qo'ydim. Bu endi senga begona. Nima xato qildim? Kechiring, endi yaxshi savdo qilaman. Yo'q, prosta uyga yaxshi klient chiqdi, sotib yubordik. Ketdi, bozor oldidan uy olamiz.